iVision bu har qanday kamerani aqlli kuzatuvchiga aylantiradi. U ko'radi, tushunadi, tinglaydi va insonga real hodisada hisobot beradi. Hozirgi kundagi asosiy muammolarimizdan biri bu nima? Har bir xonada kameramiz bor, u yozadi, lekin faqatgina muammo hodisa bo'lsagina u ko'tariladi. Va bu haqiqatan kameralarni zerikarli devasga aylantiradi. Bu bozor, ya'ni video analitika bozori hozirgi kunda juda ham tez rivojlanyapti va yillik ko'rsatkich 19.5% ko'rsatyapti. Biz nima taklif qilamiz? Bor kamerali ulanish orqali har bir kamerani biz ko'ruvchi, tushunuvchi, trek qiluvchi va insonlarga hisobot beruvchi aqlli intelligent devasga aylantiramiz. Demak, hozirgi kunda bor fokusimizni ta'lim sohasiga yo'naltirganmiz, ya'ni bog'cha, maktab va o'quv markazidagi ta'lim sifatlarini yanada oshirish va standartlashtirishga yordam beramiz va shu bilan birgalikda mudhish har xil holatlarni oldini olishga yordam berib turamiz va keyingi etapda biz xudo xohlasa ishlab chiqarish va retail sohasida o'zimizni sinab ko'ramiz. Hozirgi kunda kamera sohasi O'zbekistonda 40 millionni, ya'ni bozor 40 million dollarni tashkil qilyapti. Bu degani o'rtacha 1 millionta kamera O'zbekistonda bor degani ta'lim sohasida va birinchi 12 oyi shu bozorda lider bo'lishga o'zimizga maqsad qo'yganmiz. Demak, 6 oy bo'lishiga qaramasdan biz birinchi kodlarni yozishni boshlaganimizda hozirgi kunda 3 ta top ta'lim sohasidagi brendlar bilan hamkorlikni o'z yo'liga qo'ydik va testlar rejimi yakunida birinchi oyimizni o'zida MRR'imiz 15 ming dollarga tashkil qiladi. Biznes modelimiz juda ham oddiy, har bir kamera uchun bizda podpiska ko'rinishida bo'ladi. Va per-seat investment holatiga biz 150 ming so'rovimizni 7.5% uchun va bor fundingimizni, demak, asosiy qismi infrastructure, ya'ni infrastrukturani rivojlantirishga hamda produktimizni yanada yaxshilashga yo'naltiramiz. Va funding orqali biz birinchi 18 oy ichida ARR'imizni 450 mingga ko'tarishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bu jamoamiz orqali juda ham kuchli jamoa bizga erganmiz va bu jamoa bilan o'ylayman srokdan oldin bu maqsadga erishamiz. E'tibor uchun rahmat.